Sizlar bilan 17 Forever. Bugungi videomizda O'zbekiston jahon chempioni qilamiz. 3-qism. Xo'sh, kelib qolgan joyimizdan davom ettiramiz. Hozir jahon chempionati turniriga kirib olamiz, setkasini ko'ramiz, jadvalni. Biz Portugaliya bilan to'qnash kelgan ekanmiz. Biz agar g'alaba qozonib chiqsak, bu yerdan Ispaniya, Fransiya g'olib bilan finalda o'ynar ekanmiz. Hozir tarkibni o'zgarish qilib olay. Bir muhim o'zgarishni Yusuf o'rniga Ne'matovni qo'yayman. Sababi o'zim qarshilayman. Shu sabab Nasaf klubining darvozabonini qo'yishga majburman. Endi bu muxlislik nazariyasida emas, u ham bir turnirda o'ynab ko'rsin. Hech bo'lmaganda o'yinda ham bo'lsin. Xo'sh, boshladik. Hozir yuklansin. Finalgacha bo'lgan yo'lni olamiz, ya'ni finalgacha chiqamiz va keyingi qismida finalni qo'yaman. To'g'ridan-to'g'ri. Keyin nima deysizlar? Barselona Chempionlar Ligasi g'oliblikni davom ettiramizmi, boshdan boshlaymizmi yoki jahon chempionatida FC Mobile'da bironta setgan terma jamoani kommentga yozsangiz, o'shani o'ynataymiz. Sizlardan bir iltimos, obuna bo'linglar, faqatgina like, komment kutib qolaman. Xo'sh, Portugaliyani ko'ramiz. Ronaldo 117 karta. Super. Shomurodov o'yinni boshlab beradi. Fayzullayevda to'p. Alijonovga, Alijonov, Hamrobekovda, Alijonovda to'p, Shukurovga, Otabek to'pni Bernardo Silvaga oldirmoqda. Bernardo Silva Barselona yangi transfer bo'lishiga oz fursat qoldi. Azizlar, Barselona faqat bittagina futbolchi sotilsa, Bernardo Silva olib kelinadi. Wow, Leo dahshat fint qildi. Ko'rdingizmi? Nuno Mendes uzatmasi yaxshi yopdi Husanov. Hozir agar yopmaganda Ronaldo hal qilib qo'yardi bu imkoniyatni. Alijonov Gonzalo Inasioga qarshi Hamrobekovga uzatma, Shomurodov zarba 1-0. Bizlar hisobni ochlayapmiz. Portugaliyaga gol uramiz bu turnirda. Biz hisobni ochyapmiz. Eldorbek Shomurodov to'purarimiz. Eldor Shomurodov hisoblanadi bizni. Hujumchimiz hisoblanadi. Eng yaxshi tariximizdagi to'plar hisoblanadi. To'p Ronaldoda, Bruno Fernandeshda. Bruno Fernandesh zo'r o'tib ketmoqda. Zarba va tezda Bruno Fernandesh hisobni tenglashtirmoqda. Oldinda bizni anchagina qiynaydigan o'yin bo'ladi deb kutilmoqda nazdimda va o'yinni ko'raveramiz, davom etamiz. Alijonovda to'p. Alijonov Rafael Leoni ta'qib qilmoqda. Ajoyib fil qildi. Alijonovda to'p. Alijonov aldamoqda. Uzatma Hamrobekov, uzatma Shukurov zarba. Qanaqa gol bu azizlar. Otabek Shukurov. Niderlandiyaga ham shunaqa pushka yo'llagandi va bunisi undan ham chiroyli bo'ldi. Otabekni qarang. Xo'p, aldadi Vitiniyani. Zarba to'p 9likda yuqori burchakda darvozabon bilan darvoza o'rtasida bitta teshik hosil bo'lganda, o'sha yerda faqat to'p sig'adigan nuqtada gol urmoqda bizning futbolchimiz Otabek Shukurov. Shomurodovda to'p. Shomurodov Shukurovga uzatma, o'tmadi Fayzullayevgacha. Gonzalo Inasio, Rafael Leo zo'r aldab ketdi, ko'rdingizmi? Uzatma Cristiano Ronaldoga beradimi? Yo'q, Ashurmatov to'pni olib qo'yapti. Super. To'pni Ronaldo yana olib qo'yapti. Ashurmatov zo'r patkat. O'ronovda, Shukurovda to'p. Fayzullayev, Abbosbek qochyapti. Alijonov qanotdan, Nuno Mendes qanotdan. Qani spinnerlik poygasi bo'ladimi? Yo'q, Alijonov zarba ozgina aniqlik yetishmadi. Super gol bo'lardi agar bu gol ham bo'lganda. Endi nima bo'ladi? Portugaliyaga qarshi o'yinda hozircha g'alaba qilyapmiz 2-1 hisobida. Endi nimalar bo'ladi? Ko'ramiz. Finalga chiqa olamizmi va o'yinda biz jahon chempionatini yuta olamizmi? Hayotda ham xuddi shunaqa bo'lsa ajoyib bo'lardi. Aynan shu nuqtada birinchi bo'lim yakunlandi. Ikkinchi bo'limni boshlaymiz. Qani Portugallarda to'p. Bernardo Silva, Bruno Fernandesh, Cristiano Ronaldo uzatmoqda. Ronaldo qo'ymadi. Shomurodov olib qo'ydi. Super tarzda. Genoada o'ynagan paytda ham Ronaldo Juventusda o'ynagan paytda to'pni olib qo'ygandi. Eldorbek Shomurodov futbolchimiz, o'zbek futbolchisi, O'zbekiston faxri hisoblanadi shu futbolchi. Abbosbek qara bitta fintni 3 xil marta takrorladi. To'pni Rafael olib qo'ydi. Voy, Husanov patkatni ko'rdingizmi? Toza Ronaldo birga-bir chiqib ketadigan imkoniyat edi. Rafael Leoda to'p. Pedro Neto Ronaldo nima qiladi? Uzatma. Pedro Neto gol ura oladimi? Chiqib kelyapti. Zo'r Ne'matov, Eshmurodov, O'runovda to'p. Ozgina qochish muammo bo'ldi. Uzr. Bu uchun
Urunovda to'p pas beryapti. Nasrullayev Ruben Diyashdan qochiradi. Nasrullayev yana Urunovga qaytaryapti. Urunov nima qiladi? Uzatma. Hamrobekov zarba. Darvoza ustuniga tegmoqda to'p. Ajoyib bo'ldi. Alijonov zarba. Darvozabon to'p tegalyapti. O'yin ajoyib bo'lmoqda O'zbekiston uchun. Portugaliya hali gol urish kerak, hisob tenglashtirish uchun harakat qilmoqda, ammo biznikilar bo'shashmayapti. O'zimizning o'g'lonlar to'p Rafael Leoda to'pni olib qo'ymoqda. Eshmurodov to'p Fayzullayevda. Fayzullayev ocha olmadi. Nuno Mendes bermadi. O'sha ikkinchi qavatda yutib chiqa olmadi. Abbosbek bo'yi biroz kichikroq bo'lgan futbolchi, ammo sakrashi yaxshiroq. To'p Alijonovda. Alijonov nima qiladi? 80-daqiqa, 10 daqiqa ayirib turibdi bizni finaldan. Va sizlardan iltimos like, podpis, komment. Podpiska bosib, obuna bo'laveringlar. Biz kontentlar hali uzoq chiqaramiz qismlilar qilib. Hamrobekov 1000 ta obunachi bo'lsak, o'tgan qismlarda ham aytganman. O'sha PlayStationdan FC26 o'yinini o'ynaymiz. Zarba Alijonovdan ozgina aniq yetishmadi. Sizlardan iltimos obuna bo'linglar, like bosinglar, komment yozinglar. To'p bizda hali hamon Fayzullayev konsentratsiyani biz ushlab turibmiz. Uzatma. Shomurodov nima qiladi? Ruben Diyash bermayapti. Alijonovda to'p. Alijonov nima qiladi? Alijonov pas beradi. Shukurov olyapti. To'pni olib qo'yibdi Shukurov. Pas. Fayzullayev zarba. Diogo Costadan save. Zarba Hamrobekovdan gol. Ammo o'yinni yakunlab bo'lgan ekan hakam. Va o'yin yakunlandi. Shu joyda biz keyingi bosqich, ya'ni finaldamiz azizlar. FC26 o'yinida, FC Mobile o'yinida biz finaldamiz. O'yin yaxshimiz Hamrobekov. Men o'zim Brunodan olib qo'ydi. Xo'sh, Hamrobekov o'yinni bugun boshqardi. Mana hisobni ko'rishinglar mumkin. 2-1 ga biz g'alaba qozondik. Endi finaldamiz. Finalga kim chiqibdi? Qani Ispaniyami, Fransiyami? Fransiya chiqibdi. Ispaniyani 2-0 hisobda yutib chiqibdi. Fransiya. Obuna bo'lib 4-chi qismni kutinglar.